Assalomu alaykum, hurmatli aziz fermer va dehqonlar. Efradox firmasidan gapiraman. Men o'zim shu Efradox firmasini yuritaman. Urug'larda ishlab chiqarish, yetishtirish, import qilamiz, eksport ham qilamiz. O'zbekistondagi barcha viloyatning dehqonlarga, fermerlarga urug'lar sotamiz. Shu o'rinda urug' tayyorlaymiz. Mana bu poliyamizni ko'rib turibsizlar. Bu yerda oq piyoz urug'imiz, Bejo kompaniyasining Gladstone piyozlari mana hozir shu bo'yi bo'lib turibdi. Bir sira videoga ko'rsating bu tomonlarini ham. Bir qator bu urug'larimiz o'zimiz tayyorlaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, o'zimiz hamkorlikda ish olib boramiz etapma-etap. Mana bu hozirgi o'sgan piyoz urug'imiz. Bu oq piyoz urug', mana bu postidan ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu o'zi golovkasidan ham oq ko'rib turibsizlar, oq qizil emas, oq piyoz urug'. Bejo kompaniyasining Gladstone piyozlari. Mana bu ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, aziz fermer va dehqonlar, kimga mana shunaqa oq piyoz urug'lari kerak bo'lsa, bizda bor.